Bulvarning oxiridan 4 xonali 120 kvadratlik kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Bizlar hozir bulvarning oxirida turibmiz. To'g'rimizda bizlarda Sibirskaya, bulvar ko'chasi, biblioteka Pushkina bo'lyapti va mana bu yerda moshin turardi avval zakslar uchun. Mana shu yerdan 4 xonali kvartiramiz 4-qavatdan sotuvga chiqyapti. Narxini 105 ming deyaptilar. Yana savdosi bor. Hozir kvartiramizni qisqacha obzorni qilamiz. Qani ketdik. Kvartiramizning ichiga ham kirib oldik. Mana shunaqa chiroyli mehmonxonasi bor. Mana shunaqa eshik qo'yilgan. Bu yerda divan, kreslo, stol qo'yilgan va bu tomonda kartina, televizor qo'yilgan. Balkon qismini oshxona qilingan, o'tirib nonushta qilish uchun joy, kuxonniy garnituralar qo'yilgan. Bundan tashqari yana bitta qo'shimcha xonasi ham bor. Kladovga ishlatish mumkin. Qaytarib o'taman, kvartiramizning kvadrati 120 kvadrat va narxini 105 ming deyaptilar. Bu yerda bizlarda koridor, prixoja bo'lyapti. Asosiy kirib kelishimiz eshigi. Ana endi xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Mana bu yerda bizlarda bolalar yotoqxonasi. Bu yerda ham kravat qo'yilgan, oynasi bor, balkoni ham bor do'stlar. Mana bu yerda esa bizlarda yana bitta bolalar yotoqxonasi, hamma ko'rayotgan mebel texnikalaringiz qoladi do'stlar. Kvartiramiz Obkomskiy domda joylashgan. Bu yer kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Mana shunaqa mebellari bilan konditsionerlari o'rnatilgan, mehmonxonada ham o'rnatilgan do'stlar. Va mana shunaqa katta balkoni bor do'stlar. Kvartiramiz 4 xonali studiyani bo'lyapti. 4 etajli Obkomskiy domning 4-etajida. Mana bu yerda общий sanuzol kattagina bo'lyapti. Kimga qiziq bo'lsa, agar pastdagi nomer telefonlarga telefon qilinglar, yana arzonroq qilib olib beramiz.